Xalqimizda noan'anaviy fikrlash bor. Ustaxonada qaysi mashina ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu mashinaning motori yaxshi emas degan tushuncha bor. Balki u mashinani ko'pchilik sevib haydayotganligi uchun va xalq orasida ko'payib qolganligi uchun ustaxonada ham ko'p ko'rinyapti degan fikrlash bo'ladigan bo'lsa, to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda eng ko'p ustaxonalarda motorlar ochilayotgan mashinalardan bittasi Tracker 10X bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi esa Chery mashinalar. Xoh 6 bo'lsin, xoh 7, xoh 8 Pro bo'ladigan bo'lsin, hammasini ustaxonalarda ko'p uchratishingiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlar bilan Chery 7 Pro mashinasini motori haqida gaplashamiz. 0 dan 100 gacha motorlarni remont qilinyapti, xarakteristikasi haqida va motori o'lmasligi uchun nima narsalarga e'tiborli bo'lish kerak va motor remont qilinayotgan paytda nimalarga e'tiborli bo'linadi, shu haqida gaplashamiz. Bu mashinamizning motori ham 4 ta silindrdan tashkil topgan bo'ladi. O'zi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va O'zbekistonda haydalayotgan mashinalarning juda ko'pi 4 ta silindrdan iborat bo'ladi. Klapanlarning soni esa 16 ta, rasperdvallarning soni esa 2 donani tashkil qiladi. Bularda zubchati remen bo'lmaydi, sep bo'ladi. 0 dan 100 gacha tezlanishi 10-11 soniya bo'ladi. Zavod standarti bo'yicha tavsiya qilingan benzin 92 va 95 benzinlari bo'ladi. Motor uzoq xizmat qilishligi uchun eng kerakli bo'lgan narsa sifatli benzin va sifatli moy. Benzin sifatliligini qaydan bilaman? Zapravkani ham halol pokini topish qiyin bo'lib qoldi hozirgi kunda deydigan bo'lsanglar, sizlar uchun sinashlikning eng oson yo'li benzin quygan vaqtingizda, benzin quyib chiqqandan keyin bitta razgon berib bosadigan bo'lsangiz, chirillamaydigan bo'lsa, sifatli benzin quygan bo'lasiz. Moy quyayotganda esa o'qlangan poddelka moymasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Buning uchun birinchi o'rinda insofli, yaxshi moy almashtiradigan inson bo'lishligi kerak. Xo'p, bu mashinamizning motor o'chirishligiga sabab nima? Pirvalda reduktor shnankasi yorilib ketgan, antifriz to'kilib ketgan va golovka prokladkasi kuygan. Ochgan vaqtimizda golovkani orqa prokladka o'rnaydigan joylari egilgan, hattoki chugun bo'lishligiga qaramasdan blogimizning ust qismlari ham egilgan ekan. Bularning blogi Trackerlarga o'xshab alyumin bo'lmaydi, chugun bo'ladi. Lekin chugun bo'lishligiga qaramasdan prokladka juda ham qattiq kuyganligi uchun egilgan ekan. Shlipovka qildik, blok ustlarini tarsovka qilindi, silindr ichlarini shlipovka qilindi va porshellarigacha yangi original porshelllardan qo'yib berilyapti. Porshinni motor qilinayotgan paytda originaldan foydalanishlik kerak. Sababi arzon Porsche qo'yiladigan bo'lsa, moy rasxod qilib muammoga kirib qolishligi mumkin. 0 dan 100 gacha tezlanish haqida ma'lumot berdik. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 147 ta ot kuchidan iborat. Vallarini shlipovka qilib joyiga o'rnatib olganmiz. Karno sheka deymizmi yoki pastel deydi kimdir. Pastellarini bog'lab, kladishlarini qo'yib olganmiz. Endi esa navbatimiz Porsche'larini joyiga o'rnatishlikka. Porsche o'rnatayotgan paytda oddiy jam mashinalari bilan o'rnashi bir xil bo'ladi, hech qanaqangi farq qilmaydi. Usta akalar kuzatishadigan bo'lsa, ustalar uchun eng qiziqarli va manfaatli bo'lgan joyi sep metkasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar, qolgan qiziqarli ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Akalar, va'da qilingandek, sizlarga Chery 7 Pro mashinamizni sep metkalarini qo'yishni o'rgatib qo'yaman. Ustalar uchun albatta manfaatli bo'ladi, bilmaganlar uchun. Bilganlar uchun esa eslatma bo'ladi. Bularda Cobalt'ni singari sepda metkasi bo'lmaydi. Bularning metkasini Tracker 1 ga taqqoslaydigan bo'lsak, to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni sepda hech qanaqangi metkasi yo'q, valda ham metkasi yo'q, rasperdvalda ham hech qanaqangi metkasi yo'q. Hech qanaqangi metka bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib bu metkasini aniqlab olamiz deydigan bo'lsanglar, sizlarga sodda, oson qilib ko'rsatib qo'yaman. Rasperdvalning orqa tomonida xuddi shunaqangi ikkita chiziqchasi bo'ladi. Shu ariqchani ichiga fiksatorga shundoqqina tiqib olinadigan bo'lsa, rasperdval blokirovka bo'ladi va metkaga qo'yilgan hisoblanadi. Pastki tomoniga keladigan bo'lsak, blokning shu qismida alohida bitta zaglushka qo'tirib ketgan bo'ladi. Shu zaglushkani bo'shatgan vaqtingizda blok ichiga kiruvchi teshikka ko'zingiz tushadi. Biz bunga xuddi shunaqangi ko'rinishda bolt yasab olganmiz, ya'ni boltni shundoqqina ichiga tiqib qo'tirib qo'yiladigan bo'lsa, kolinval blokirovka bo'ladi va metkaga to'xtagan bo'ladi. Ichida bitta teshik bo'ladi, yumaloq aylana, shu teshikka boltni qotirib olasizlar. Val blokirovka bo'ladi, rasperdval blokirovka bo'ladi, klapanlar Porsche'larga shundoqqina tiks holatga keladi va metkaga qo'yilgan hisoblanadi. Sepni bemalol taqasizlar va blokirovkalarni olib tashlab, bemalol yig'ishinglar mumkin bo'ladi. Yana qanaqangi mashinani metkasi haqida ma'lumot berib o'taylik. Yozib qoldiringlar. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, usta tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Bu videomiz aynan Chery mashinasi uchun edi. Videomiz o'z yakuniga yetdi. Agar bu video siz Chery mashinasini haydaydigan bo'lsangiz, motoringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.